Men bitta narsaga tushunmayapman. Kommentariyada yozishibdi. Eski Malibu 1 mingandan ko'ra salondan yangi Gentra Cobalt olib minganim yaxshi deyishyapti. Men shu yerda bitta narsaga tushunmadim, qarang. Bu mashina Cobaltga o'xshab salondan lyuksiz chiqmagan bo'lsa, Gentraga o'xshab motori tupoy bo'lmasa, 2.4 atmosferniy motor bo'lsa, eng qizig'i Cobaltga o'xshab klapanlari kuyib ketmasa, benzin tanlamaydi bu mashina. Nexus'ga o'xshab ichidan salondan suv o'tib ketmasa, bitta katta minusi, yili eskiligi deb o'ylayman, lekin hozirgi chiqayotgan mashinalardan ancha-munchasidan kачественный deb o'ylayman. Shuni tushunmayman, nega odamlar shunga solishtiraveradi shu mashinalar bilan? Shu turishida ham o'g'lim hozir chiqayotgan yangi mashina dam beradi. Da, o'shanga hayronman-da men. Konkretно aytaman, просто pultiga qaragan, akkuratniy mana o'zi uchun saqlagan inson bu mashina. Aslida bu mashina sotilmasdi, lekin majbur pulga muhtoj bo'lgani uchun sotyapti bu mashinani. Men bitta narsa aytaman. Cobalt, Gentra, Nexus'larni hammasini совместно Xitoy yig'gan, o'zbek bilan birga. Bitta narsa, buni Koreya yig'gan, o'zbek yig'magan buni. O'zbek просто tomosha qilib olib kelib, bu yerda sotgan tomosha qilib. Lekin ni в коем случае o'zbekni qo'liga uncha tegmagan bu mashinaga. Men bitta narsa aytaman, haqiqatan 2.4 atmosferniy bo'libdi, benzin tanlamaydi. Cobaltga o'xshab 130-120 ko'tini otib olmaydi, sakrab ketmaydi. Bu mashina dальныйda kорабль. Чисто epika bilan mashina surishganda bu o'zini figurasini, konkretni bahaybatligini va yurishini, yotib скоростni yig'ishni haqiqatan ko'rsatib beradigan mashinalardan bittasi. Tezlikni yaxshi ko'radigan mashinalardan bittasi. Ya'ni 120, 140, 160 ta bakayga ochilib uchib ketmaydi. Uchta chalmaydi. Ya'ni bunga haqiqatan ramasidan suv kirmaydi, germetizatsiya qilish shart emas. Главныйsi yangi Cobalt yoki yangi Gentra o'tganlar rul, bar, mayda-chuda $2000, $1,500 ketqazishi. Lekin o'sha mashina 300 mingga borib klapan kuyib ketadi yoki 100 mingdek klapan kuyib ochmaydi. Bu mashina unaqa emas. Bu mashina o'tadigan minusda ham yetib ketgan. Bu mashinani deganlar men aytishim mumkin. Bu yerda imенно mana shunaqa joyda motor tagida, o'sha motor yonida vanus degan narsa bor. Ya'ni magnitni o'sha shestronkasi. O'sha narsa eng takoy kaprizli joy, lekin aslida vaqtida suvga moya qarab tursangiz, u ham muammo chiqarmaydi. Eng asosiysi sidenya bilan rulni o'rtasidagi prokladkani qo'zg'atib turish kerak bo'ladi. Vaqtida suvga, vaqtida moyaga qarab turish uchun. Bo'ldi. Haqiqatan bu mashina sotuvda, o'g'lim, konkret aytaman, Cobalt bilan Gentrani solishtirma umuman bu mashina. Menga bu mashina ko'proq yoqadi. Mana bu 2 atmosferaga qaraganda, Primerga, boshqa XLga nisbatan. Chunki ularni mashinasi Premier o'sha atmosfernilar ko'pinchada, shu Malibu Premierlar, XL hammasilar. Quyoshda 45 darajada turgandan keyin mana bu plastmassasi bor-ku. Erib bukilib ketadi. Valna bo'lib qolsa kerak. Конечно. Bu unaqa narsa bo'lmaydi. Bu haqiqatan o'zini mustahkamligini ko'rsatgan mashina. Yana nima deyishim mumkin bu bo'yicha? Standartdan o'tgan mashina demoqchisizda, to'g'rimi? Bu video bo'yicha ham xudo qarasa agarki Malibu 1 ga ham Premierga ham dam beradi konkret vid bo'yicha. Malibu 2 ga. Malibu 2 ga, Malibu 2 Premierga ham dam beradi. Agarki mana shu mashinani doskонально ideal cho'tki qilib qo'ysa, bu mashina yig'ilgan kamdan kam. Davайте salon qismini ko'rsataylik. Men qarasa aytaman, nima qilingan bunga, o'shalarni ham bitta tushuntiring. O'g'lim, bunga короче shu izolyatsiya qilingan bu mashina o'zi uchun buni sotmayman deganida, lekin afsuski pul zarur bo'lgani uchun sotyapti bu mashinani. Bu mashina haqiqatan bitta joyida muammosi bor. Muammosi qanaqa? Mashqa tiyib ketgan, armatura tiyib ketgan, ikkaskalar kaska qo'yishga mana shu joyda. Qirilgan. Mashqa bo'lsa, kaskasi bor, bitta shu joyida bor. A tak salon qismi polni ko'rib o'zing baho bersang bo'ladi, o'g'lim, qara. Yana bitta qiziq narsaki, mana shuni menga eng yoqqan joyi bu Malibu 1 torpedkasi. Chem Malibu Premierga o'xshab qaraganda mana shu torpedkasi menga baquvvatligida. Обшивкасы, komforti, mощности hamma taraflama baquvvatroq bu. Bunga Malibu bar qo'yish shart emas, Malibu rul qo'yish shart emas. Shuni o'zi komforti bor. Demoqchimanki,
Bunga germetizatsiya ham shart emas. Germetичный haqiqatan buni inson uchun ishlab chiqarilgan mashina, insonlar uchun ishlab chiqarilgan mashina bu. Ertaga masalan sen test drive deganda olib borib 60-70 tezlikda olib borib ursanglar, bu uncha-munchaga inson bu mashina ichida sochilib o'lib ketmaydi. Bu mashinada. Endi avvalambor Xudodan, lekin standartdan o'tgan demoqchisiz. Da, конечно. Chunki bu mashina haqiqatan usilitel balkalari, motorlari o'ziga yarasha baquvvat, konkretno aytaman. Tavsiya berishim mumkin, как usta sifatida. Libo ustayizdan so'ralaring. Buni mashinani yiliga qarab, agarki mashina tanlash qanchalik to'g'ri, mashinani holatiga qarab, masalan, men shaxsan yili meni qiziqtirmaydi. Umuman yili meni qiziqtirmaydi. Menga fakt to, что qovurg'asi butun, motor idealniy, ходовой zo'r, salon normalniy. Salon ходовой qilish meni qo'limda. Любой случай men oladigan bo'lsa, masalan, mana shu mashina, men o'zim sekin-sekin qovuraman. Lekin bu holatda shunday o'tirasiz, haydab keturasiz. Bunda mayda-chuyda ishi bor. Такой bamper o'zingiz uchun palatga qilib olasiz, old orqa bamperni, все, boshqa o'tadigan ish yo'q. Asli lekin bitta narsa aytaman. No, o'sha kommentariyga yozganlar, balki mashinasi yo'q, lekin o'zini fikrini bildirgan. Balki elektromobil haydab yuribdi, o'zini fikrini bildirgan. Buni haydab ko'rgan inson mana nima demoqchiligini tushunadi. Buni haydab ko'rmagan inson bilmaydi. Ani bilmasdan, ya'ni buni haydab ko'rmasdan lishli gap yozib o'tirib nima qilasizlar? Buni haydab ko'rgan inson menga bitta o'zini fikrini yozsin kommentariyaga. Aka, men mana bu haydab kuydim deb yozsa, men ko'ruvchi o'sha odamni haqiqatan mana bu olib turib haydab yurgan inson kuygan bo'lsam, именно mana videolarni nechta Malibu reklama qilingan bo'lsa, o'sha nechta odam Malibu bir olgan bo'lsa, birontasini hali mana shu paytgacha Otabek aka, ming bor uzr, aka aldadingiz yoki yolg'on gapirdingiz degan bitta kommentariyaki servismen kelib turib muammoni his qilib ko'rmadim. To есть kelishmadi, gapirishmadi. Ya'ni demoqchilik, rahmat deyishdi naborot. Hammasi barakasini topib ketdi. Mana kecha ham bitta Malibuni reklama qilgan esingda bo'lsa, stальной keramikalargacha полностью biz o'sha mayda-chuydalarni to'g'rilab reklama qilgandik, o'sha Malibuni egasini faqat himchiskasini qilib bergan edik. Paylovkasini ham qilib, uni topib chiqarib yuritib o'rganmiz. Lekin ochiq aytaman, bolalar, bu mashinani yiliga qarab mashina oladigan bo'lsangiz, katta xato qilasizlar. Menga yili qiziq emas. Menga mashina motori, ходовой, kuzovi, qovurg'asi butun bo'lsa, qolgan yurindi hammasi. Ya, quvvasa bo'ladi yo'q. Конечно, men shaxsan o'zim mashinani masalan motorni alishtirdim, ходовойni. U bo'ladigan narsa bu. Hammada bu temir terset, to есть любой момент alishadigan narsa. Lekin hozirgi chiqayotgan mashinalar zapchastlar одноразовый, o'g'lim. Da. Hozirgi chiqayotgan mashina hammasi. Ya'ni elektromobil ham masalan haydab yuribdi-da, kommentariya yozdi. Men dedi, joyidan tez suraman, joyidan tez olib ketaman. Menga joyidan emas, dalniga chiqsin. Ya'ni dalniga chiqqan paytda bu zapravkada 6 soatlab, 7 soatlab, 9 soatlab turmaydi. Elektrostansiyani qidirib yurmaydi o'g'lim. Bu vaqt olmaydi. Bu 5 daqiqa zapravkasini qiladi. 80 bo'lsa 80, 80 bo'lmasa 92, 92 bo'lsa 95 zapravka qilib ketaveradigan mashinadan bittasi. Yana qiziq shunisi-ki, o'g'lim, eng asosiy narsasi, buni zapaskasi bor. Men yo'lda zapaska elektromobil uchun qidirib yurmayman. Bunda unaqa narsalar yo'q, o'g'lim. Bu konkretni sertifikatlangan va kafolatlangan mashinadan bittasini men xalqimga tavsiya qilaman. Единственный variant bu. Ochiq aytaman. Bu mashinada yo'ldan qolib ketmaysizlar. Bu mashina sizlarga yaltirib qolmaydi. Kartalda aytiling sudyasiga zo'r maslahat va zo'r tavsiya berib bo'ladi. Haqiqatdan aytaman. Bu mashinamiz 2013-yil 122 ming yurgan, полностью qaralgan mashina. Shum izolyatsiya qilib, o'zi uchun haydab yurgan mashina. Просто pul zarur bo'lgani uchun Otabek aka o'zingizni mijozlaringizni sotib bering aka. Sizga ishonaman deb kelgan odamman. Da, bitta qo'l odam, to'g'rimi? Da, bu bitta qo'l. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'g'lim qaraga kelib ko'rsanasan, aytasan. O'zini spetsialniy knishkasi bor. Bitta joyda hammasi, moy, poy, hamma narsasi bitta joyda o'tgan. 4ta 5ta ustaga ko'rsatilmagan bu mashina. Hammasi mana shu bor. Полностью mana. Hammasi qachon nima, texobsмотр, полностью bitta joyda o'tgan va bir qo'l mashina bu. Da. Ya'ni 4-5 qo'l emas. Biladi, hamma men 4-5 qo'lga osilmayman va unaqa mashina qaramayman iloji boricha. Ataksiyaga tavsiyam borlar.
Kartal deydigan so'zim zo'r maslahat va zo'r tavsiya berib olaman. Aloqadaman. Bu mashina sotuvda bolalar. Srochno